Assalomu alaykum, hurmatli aziz ayollarimiz. Bugun biz sizlar bilan boy va badavlat biznesmen erkakni hayotimizga tortib olish meditatsiyasini bajaramiz. Sizni mukammal munosabatga bugun men yo'naltirishga harakat qilaman. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Siz o'zingizga bugun ko'p narsalarni xohlayotganingizni tan oling. Men o'zimni tan olaman. Ha, katta maqsadlarim bor. Men bugun o'zimni sevaman. O'zimni chegaralarimni yaxshi, oson, yengil ko'raman. Bugun men o'zimni hurmat qilaman. Bugun men o'zimni qadrlayman. O'zimga nisbatan va faqat o'zimga nisbatan ajoyib munosabatlarni qabul qilaman. Bugun men gullarga loyiqman. Men sovg'alarga loyiqman. Albatta, men hamma narsani bugun qabul qilaman. Barcha narsalarga, go'zalliklarga loyiqman. Men bilaman, bu mening hayotimda allaqachon mavjud. Bu voqelik allaqachon yozilgan. Men o'zimni qabul qilaman. Buning uchun men o'zimni o'zgartirishim shart emas. Buning uchun men o'zimni yaxshilashim ham shart emas. Agar siz meni shundayligimcha qabul qilmasangiz, yoqtirmasangiz, shunday bo'ladi. Meni borligimcha qabul qiladigan inson hayotimga o'zi kirib keladi. Chunki men o'zimni yaxshi ko'raman. Men hayotimni har bir daqiqasida, har bir soniyasida o'zimni sevaman. Qachonki men ko'zguga qaraganimda, o'zimga qarab zavqlanaman. Oynaga qaraganimda, o'zimni sevish asosiy e'tiborimda. O'zim yoqtirgan amallarni qilish, yoqtirgan ishlar bilan shug'ullanish, hobbim bilan shug'ullanish, menga energiya beradigan narsalarni bajarish asosiy e'tiborimda. Meni hozirgi missiyam har soniyadan zavqlanish, hayotimni har bir daqiqasidan zavq olib yashash. Hozir esa mening asosiy e'tiborim barcha fikrlardan charchaganimni his qilish va men hozir tanaffus qilaman. Hozirgi daqiqada mening asosiy e'tiborim xotirjam bo'lishdir. Qalbimni xotirjamligi. Mening asosiy e'tiborim har kuni o'zligimni his qilish. Hozirgi meni asosiy e'tiborim baxtimga qaratilgan. Agar qayerdadir menga qiyin bo'layotgan bo'lsa, qayerdadir tashvishli vaziyatlar bo'lsa,
qayerdadir qayg'uli bo'lsa, qayerdadir men o'zimni, xotirjamligimni yo'qotsam, u yerga borishga hojatim yo'q. Bu mening ichki tuyg'um emas. Meni tanam har doim mening burilishim qayerda ekanligini his qildirib aytib turadi. Meni intuitsiyam to'g'ri ishlaydi, aniq, ravon ishlaydi. Hozir esa keling birga chuqur nafas olib, qalbimizga, e'tiborimizni nafasga qaratamiz. Nafas olib, nafas chiqaramiz. Biz bu sayyoradagi barcha insonlarni umidlarini, orzu maqsadlarini ham amalga oshirishimiz mumkin. Siz hech kimdan hech narsa kutmaysiz. Yana nafas oling, e'tiboringizni nafasga qarating. Nafas olayotganimizda biz barcha xohish istaklarimizni boshqa insonlarga to'yintirishga harakat qilamiz. Nafas chiqarayotganimizda esa cheklash, qo'rquvni, bloklarni chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Endi nima bo'ladi? Xuddi shu fikrni chiqarishga harakat qiling. Nafas bilan bu fikrga bo'lgan qo'rquvni chiqaring. Bizda bor narsadan qo'rqish. Biz hech qachon erisha olmasligimizdan qo'rqish. Barchasini nafas bilan chiqarishga harakat qiling. Mulkchilik butun dunyoda, hayotimizda oshib toshayotganligini tan oling. Bu borliq cheksiz sonli variantlar ekanligini tan oling. Bu narsani his qilishga harakat qiling. Borliqda sizni hayotingizni variantlari juda ham ko'p. Tanlov esa hozir bo'ladi. Hozir biz siz bilan bu tanlovni amalga oshiramiz. Hozirgi bizda mavjud bo'lgan har bir variant avvalgisidan yaxshiroq. Hozirgi variantda biz hozir eng yaxshiga loyiqmiz. Hozir siz baxtga loyiqsiz. Hozir siz mehr, muhabbatga loyiqsiz. Bu mehr, muhabbatni olish uchun bu sevgini o'zimizdan topishni o'rganishimiz kerak. Erta tongda, ko'zguda o'zingizga qarang va o'zingizni yoqtiring. O'zingizni sevib qoling. Go'zal kiyimlar kiyishga harakat qiling. Sochlaringizni turmaking. Shu jarayonda
siz o'zingizni sevib qoling. Tanangizni seving. Tanaga e'tibor bering. Sizni tanangiz ko'zguga qaraganingizda sizga nima deyapti? Xuddi shu jarayonda sizni biror narsa, biror fikr bezovta qilmoqdami? Nimadir sizni charchatdimi? Sizni tanangizga e'tibor kerak. Tanangiz sizni e'tiboringizni, sizni sevgi, mehr, muhabbatingizni xohlayaptimi? Tanangizdan so'rangchi. Tana va ruh biz bilan doim juda sokin ovozda gapiradi. Keling, uni oldiga asta boraylik. Bizni ruhimiz nima demoqchi? Aqlchi? Aql bizni dasturlashi mumkin bo'lgan tasavvurni chizishi mumkin. Bu moddiy shakl. Sizga bo'lgan, tanangizga bo'lgan moddiy shaklni aniqlab bermoqda. Tanangizni his qilishga harakat qiling. Tana nimani xohlasa, hozir sizni ruhingiz nima xohlasa, aql esa buni moddiylashtiradi. Endi esa tasavvur qiling. Qarshingizda siz orzu qilgan, boy, badavlat, kelishgan, o'ziga ishonchi ortgan, sizni orzungizdagi erkak sizni qarshingizda turibdi. Hozir siz bir-biringizni qo'llab-quvvatlaydigan, bir-biringizga ko'proq ishonadigan ikkita muvaffaqiyatli shaxssiz. Bu inson, bu erkak ham omadli. Siz ham omadlisiz. Siz ikkalangiz bir jamoasiz. Siz bir-biringiz uchun yaralgansiz. Siz va u butun dunyo uchunsiz. Siz bir jamoasiz. Bu insonni ko'zlariga, haddi qomatiga qarashingiz mumkin. Siz bu insonga o'zingizga ishongandek ishonasiz. Siz hayotda barcha insonlarga ishonasiz. Barcha erkaklarga ishonasiz. Qarshingizda turgan insonni barcha insonlardan ko'ra ko'proq qo'llab, quvvatlab turasiz. Siz bu erkakka shunchalik ishonasizki, u o'zi va endi u sizni ham qo'llab quvvatlamoqda. Bilasizmi, bu erkak sizga ishonadi. U sizni
qalbini tub-tubidan sevadi. Mulk-yo'lchilik hayotda siz xohlagan hamma narsaga ega bo'lgan xuddi shunday inson bor. Barcha sayohatlar, sovg'alar, sizda va unda hamma narsa bor. Endi esa tasavvur qiling. Bu inson kim? Bu haqiqiymi yoki haqiqiy emasmi deb o'ylamang. Agar sizda shunday fikr kelgan bo'lsa, bu inson haqiqiy sizni baxtingiz. Bu inson bilan sizni hayotingiz oson va osoyishta. Bu inson sizga juda ham katta energiya beradi. Sizni qo'llab-quvvatlaydi. Bu inson mavjud. Sizni hayotiy variantlaringizda mavjud. Faqat bu insonga siz ishonishingiz kerak. Hozirgi jarayon siz uchun mavjud bo'lgan ideal dunyo, ideal hayot. Hozir siz shu daqiqada barcha his-tuyg'ularingizni, bu inson bilan hayotingizni, turmush tarzingizni, sayohatlaringizni tasavvur qiling. Siz hozirda doimo bilib yashang. Sizni ideal insoningiz bor. U sizni har kuni sevadi. U sizga barcha e'tiborini, mehr-muhabbatini beradi. Bu inson sizga g'amxo'rlik qiladi. Qarshingizdagi erkak faqat sizga ishonadi, sizga suyanadi. Sizga g'amxo'rlik qiladi, sizga mehr-muhabbat beradi. Siz ham bu insonga ko'proq ishonasiz. Uni qo'llab-quvvatlaysiz, qadrlaysiz, mehr-muhabbat berasiz. Ishoning, bu inson sizni hayotiy variantlaringizda bor. Chunki siz o'zingizni sevish orqali bu insonni o'z hayot variantingizga tortib olasiz. Lekin bu inson sizni hayotingizda bor. Eng muhimi, siz xotirjamsiz. Chunki bu inson sizni hayotingizda bor. Bu inson sizni baxtingiz. Bu inson bilan hayotingizda barchasi sokin. Siz xotirjamsiz. Bu inson bilan hayotingiz davomida kelishmovchiliklarga umuman o'rin yo'q. Bu inson sizni barcha fikrlaringizni tinglashga tayyor. Bu yerda xiyonat yo'q.
Bu yerda rashk yo'q. Bu yerda ilohiy sevgi bor. Bu yerda hech qanday hissiy reaksiyalar yo'q. Salbiy emotsiyalar, salbiy fikrlar yo'q. Bu inson bilan hayotingiz davomida shartsiz sevgidasiz. Bu inson bilan sizni hayotingizda mol-ko'lchilik, to'kin-sochinlik dunyosi bor xolos. Bu insonga qarang, bu ko'zlar, bu insonda minnatdorchilik, shartsiz sevgi, mehr, muhabbat, kechirim, shukronalik. Buni siz anglab yetishingiz mumkin. Bularning barchasi bu jamoada mavjud. Mol-ko'lchilikda omad, baxt to'lib toshib yotgan dunyo, moddiylik, pullar oqimida. Bu hayot, bu variant mavjud. Buni siz hissiyotlaringiz bilan his qilishingiz, tana darajasida his qilishingiz mumkin. Endi astalik bilan sizni boy badavlat, mol-ko'lchilik, to'kin-sochinlik hayotda yashab kelayotgan, xuddi shu to'lqindagi erkak sizni quchayotganini his qiling. Balki o'zingizni sevganingizdek quchoqlang. Yana bir bor bu holatni his qiling. Bu holat hozir siz uchun mavjud. Hozirgi soniyada mavjud. Demak, boy, badavlat, millioner, sizni idealingizdagi erkak sizni hayotingizda mavjud. U allaqachon mavjud. Buni siz hozir his qilishingiz kerak xolos. Bu inson bilan his qiling, siz hech narsani o'ylamaysiz. Chunki u mol-ko'lchilik, to'kin-sochinlik hayotdan xuddi shu to'lqinda, xuddi shu oqimda sizni hayotingizga kirib keladi. Bu inson allaqachon mavjud. Bu inson allaqachon sizni hayotingizda. Siz bunga loyiqsiz. Chunki siz omadli, baxtli, millioner ayolsiz. Nimaga deysizmi? Siz meni eshitib turibsiz. Bu tasodif emas. Bu inson allaqachon mavjud. Siz o'zingizni quchishingiz mumkin. Xuddi shu hissiyotlarni unutmang. Seans 21 kun davomida davom etadi. To'yga taklifnoma berishni esingizdan chiqarmang. Siz bilan doktor Azima bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, baxtli bo'ling.